ham biz ko'rsatuvlarimiz orqali nafaqat ko'ngilochar, qiziqarli ma'lumotlar, balki ajoyib suhbatlarni ham, sizga ko'plab ma'lumotlar beradigan suhbatlarni ham taqdim etishga harakat qilamiz. Bugun ham aynan ana shunday ajoyib suhbatdoshni studiyamizga taklif etganmiz. Sirdaryo viloyat pedagogik mahorat markazi direktori Gulasal Berdaliyeva bugun mehmonimizdalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Siz ta'lim bilan bog'liq yo'nalishda ishlashingizga qaramay, mana hozir ta'til boshlandi, ammo sizlarda ta'til yo'q. Shundaymi? Qanday yangi loyihalar, yangi rejalar amalga oshirilyapti? Avvalambor ko'rsatuvingizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Erta tongdan sizni tomosha qiluvchilarga chiroyli kayfiyat ulashasiz va albatta o'sha kayfiyat bilan birgalikda bir yangi ma'lumotlar ham beriladi. O'shaning uchun kuzatuvchilaringiz juda ko'p deb o'ylayman. Xabaringiz bor, prezidentimiz tomonidan mana shu 3 oylik ta'limdagi dolzarb 90 kunlik deb e'lon qilingan barcha ta'lim turlari bo'yicha maktabgacha ta'limdan tortib o'sha oliy ta'lim, jumladan bizni o'sha kasbiy rivojlanish, malaka oshirish ta'limimizda ham dolzarb 90 kunlik e'lon qilingan. Lekin maktab o'qituvchilarimiz hozir ta'tilda. Biz jamoamiz bilan uzoq o'yladik va dolzarb 90 kunlikka rejalarimizni tuzib oldik va o'sha ta'tildagi pedagoglar uchun qanday qilib ma'lumotlarni berib borsak. Mana shunda shu jarayonda biz ta'tilda ta'lim loyihasi g'oyasi kelib qoldi. Mana hozir o'sha Sirdaryo viloyati teleradio kompaniyasi bilan birgalikda o'sha efirda ta'tilda ta'lim loyihasini yo'lga qo'yapmiz. Bu loyihada o'zini o'sha uylarida yoki balkim davolanishda ustozlar yana 1 yil orzu qilib kutgan ta'til kunlari ustozlar uchun o'sha efirda o'qituvchilar uchun yangi zamonaviy metodikalar, motivatsion maslahatlar. Endi ta'tilda hadeb ta'lim haqida gapirsa ham charchagan ustozlar, lekin biz shunday videoroliklar tayyorlayapmizki, uni ko'rganda kayfiyatlari ko'tarilib, kasbiy rivojlanishni o'sha yangi bir qirralarini ochib berishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari, mazkur loyihada o'quvchilar uchun ham qiziqarli tajribalar, ijodiy topshiriqlar, kreativ o'yinli darslar, mana shularni ham berib bormoqchimiz va ularning ota-onalari uchun ham farzandlari bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yishda, o'sha yosh davrlari bilan bog'liq bo'lgan psixologik muammolarga yechim topish maqsadida ota-onalar uchun ham qiziqarli videoroliklar tayyorlashni maqsad qilib olganmiz. Bu juda ham zo'r g'oya. Qaysi yo'nalishda, qaysi sohalarda ko'proq mana shunday video darsliklar tayyorlanyapti? Hozirgi kunda barcha fan o'qituvchilari uchun zamonaviy metodikalar, ya'ni bitta qiziqarli metodni matematika fani o'qituvchisi ham, rus tili fani o'qituvchisi ham o'zini darsiga moslab qo'llashi mumkin. Dastlabki video darslarimiz mana shu haqida, umumiy yangi zamonaviy metodikalar haqida. Keyinchalik mana hozirgi kunda eng dolzarbi mana yaqinda xalqaro dasturlarda o'quvchilarimiz ishtirok etishdi, xalqaro baholash dasturlarida. Aniq va tabiiy fanlar bo'yicha. Biz o'zimizni jamoamizning ijtimoiy tarmoqlari bor. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda so'rovnomalar o'tkazib boramiz. Qaysi mavzularda sizga maslahatlar yoki yordam kerak, metodik. Juda qiziqib ishtirok etishadi va shular ichidan saralab olib, umumiy o'sha metodika bo'yicha, fanga taalluqli bo'lsa, ular bo'yicha ham alohida video darslar tayyorlanmoqda. Hozirgi kunda o'sha loyihani ishga tushirish uchun o'nlab video darslar olingan, tayyor. Xudo xolasa kuzatuvchilarimizga taqdim etamiz, o'ylaymanki ularga yoqadi. Hamkorlikda albatta mana shu hamkorligimiz davomiy bo'lishini juda ham istaymiz, chunki haqiqatdan ham sizlardagi jarayonlarni kuzatganda bu darslarning juda ham qiziq ekanligi, o'ziga xos ekanligi, doimiy darslarga o'xshamagan ekanligiga guvoh bo'lganman va mana shu amalga oshirilayotgan loyiha ham odamlarni zeriktirmasdan, aksincha qiziqtirib, yangi ma'lumotlarni taqdim etib boradi. Ta'tilda yuklamagan holda, ularni juda ham ko'p yuklantirmagan holda. Bizni kuzatuvchilarimizni, bizni o'sha pedagoglarimizni, tinglovchilarimizni
qiziqishlarini o'rganganda hamma ko'p jihatlarini e'tiborga olishga harakat qildik. Masalan, uzoq muddatli videolarni hozir ko'rilmaydi. Yoki faqat ta'lim haqida zerikarli ma'lumotlar bo'lsa ham hech kim ochib qaramaydi. Mavzuni o'zidayoq, savolni o'zidayoq o'zimizga jalb qilib olish yo'llarini qidiramiz. Va bir marta bizni video darslarimizni ko'rgandan keyin ikkinchisi qachon bo'larkin deb kutadigan darajada qilishga harakat qilyapmiz. Chunki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar juda ko'p, ma'lumot juda ko'p va foydalanuvchi o'ziga ma'qulini oladi. Majburlab uni a'zo qila olmaysiz yoki ko'ring deb majburlolmaysiz. Unga qiziqarli bo'lsa, foydali bo'lsa, uni hayotida shu qo'llasa, o'sha bizdan olgan bitta elementimiz, ya'ni u bizni kuzatishda davom etadi. Mana shularni hisobga olgan holda tayyorlashga harakat qildik.